Assalomu alaykum, siyosiy tahlil kanali muxlislari. AQSh kemalari Yaqin Sharqda. Urush boshlanadimi? Isroil Eronga zarba beradimi? 3 real ssenariy bo'yicha 2026 katta urushmi yoki siyosiy bosimmi? Bitta xato zarba global inqiroz. Neft 150 AQSh dollar bo'ldimi? Urush ehtimoli tahlili. Yaqin Sharq portlash arafasidami? AQSh, Eron, Isroil kim birinchi uradi? Muzokarami yoki raketalar? Urush boshlansa kim yutadi? Dunyo yangi front oldidami? Dengizda harbiy kema, qiruvchi samolyotlar. AQSh Yaqin Sharqqa kuch yubormoqda. Isroil va Eron xaritasi. Isroil Eronga zarba berishi mumkinmi? Neft grafikasi, dollar, oltin. Agar urush chiqsa, neft oshadi, iqtisodiy chayqaladi. AQSh, Eron, Isroil keskin. 2026-yil siyosiy tahlil fevral. Hozirgi fon eng muhim signal. So'nggi haftalarda AQSh Yaqin Sharqqa tarixiy darajada harbiy kuch yubormoqda. Aviatsiya tashuvchilar, F-35 va strategik bombardimonchilar joylashtirmoqda. Eron harbiy mashqlarni kuchaytirdi. Isroil oshiqchasiga Eronga zarba ehtimolini aytmoqda. Bu oddiy diplomatik bosim emas, bu urush oldi konfiguratsiyasi. Nega vaziyat keskinlashdi? Birinchidan, yadro masalasi. Eron yadro dasturi qizil chiziqqa yaqinlashdi. Isroil yadroviy Eronga hech qachon rozi emas. Bu mojarodagi asosiy detonatordir. Ikkinchidan, AQSh strategiyasi. AQShning real maqsadi urush boshlash emas, lekin harbiy bosim orqali taslim qilish. Bu force diplomacy modeli Iroq 2003-yildan farq qiladi. Uchinchidan, Isroil faktori. Isroil eng agressiv tomon, mustaqil zarba berishi mumkin. Tarixda bu bo'lgan. Iroq yadrosi 1981-yil, Suriya yadrosi 2007-yil. Demak, Isroil yolg'iz ham urush boshlashi mumkin. 3 ta real ssenariy. Chuqur siyosiy tahlil qilamiz. Birinchi ssenariy cheklangan zarbalar. Bu eng realroq. Ehtimol 45-55%. Qanday bo'ladi? Isroil yoki AQSh Eron obyektlariga zarba beradi. Eron javob qaytaradi, lekin cheklangan. Bundan siyosiy maqsad Eronni zaiflashtirish, yadro dasturini orqaga surish, rejimni yiqitmasdan bosim. Kimga foyda? Isroil xavfsizligi. Qo'shimchasiga ichki reyting. AQSh kuch ko'rsatish, urushsiz g'alaba. Xavf tasodifiy eskalatsiya, nazoratdan chiqishi mumkin. Analitiklar buni nazoratli urush deydi. Ikkinchi ssenariy harbiy bosim, lekin urush yo'q. Ehtimol 25-35%. Qanday bo'ladi? Kemalar turadi, samolyotlar joylashadi, lekin zarba bo'lmaydi. Siyosiy o'yin. Bu klassik AQSh usuli. Urushsiz taslim qildirish. Eron nima qiladi? Muzokaraga qaytishi mumkin. Yadro boyitishni sekinlashtiradi. Kimga foyda? AQSh urushsiz natija. Neft bozori barqarorlik. Bu ssenariy iqtisodiy jihatdan eng maqbul yo'ldir. Uchinchi ssenariy katta urush. Bu eng xavflisi. Ehtimol 15-20%. Qachon boshlanadi? Agar Eron AQSh bazasini ursa, Hormuz bo'g'ozini yopsa, Isroilga katta raketa yomg'iri yog'sa, qanday urush bo'ladi? Koalitsion urush. AQSh, Isroil va yana ayrim arab davlatlari. Eron proksi kuchlar. Global oqibat. Neft narxi portlaydi. Jahon iqtisodiyoti chayqaladi. Yangi sovuq urush boshlanishi mumkin. Bu 2003-yil Iroqdan katta bo'lishi mumkin. Katta geosiyosiy rasm bu Rossiya va Xitoy pozitsiyasi. Rossiya Eronga yaqinlashmoqda. Xitoy energiya sabab Eronni qo'llaydi. Urush bo'lsa, bu g'arb va sharq ko'rinishiga o'tishi mumkin.
Arab davlatlari pozitsiyasi Saudiya Arabistoni Saudiyalar ochiq qo'shilmaydi, lekin yashirin AQSh tomonda. Sabab Eron mintaqadagi asosiy raqib. Agar urush chiqsa, oqibatlari dunyo bo'yicha neft $120-180 ehtimol. Oltin keskin oshadi, migratsiya to'lqini. Markaziy Osiyo yonilg'i narxi oshadi. Rossiya orqali iqtisodiy zarba keladi, lekin harbiy xavf minimal. Yakuniy siyosiy xulosa shuki, hozirgi vaziyat oddiy keskinlik emas, bu urush oldi bosqichi. Lekin AQSh katta urushni xohlamaydi. Isroil esa boshlashi mumkin. Hammasi bitta provokatsiyaga bog'liq. 2026-yil to'liq urush emas, lekin xavfli harbiy to'qnashuvlar edi. Endi shu yerda savol: kim birinchi bo'lib qizil chiziqni bosib o'tadi? AQSh, Isroil yoki Eron? Javobingizni kommentlarda qoldiring. Like va podpiskani unutmang.